Fevral oyining so'nggi haftasi Dejis soni bilan studiyada Veronika Ismoilova. Hafta Ko'ksaroy qarorgohida Prezident Shavkat Mirziyoyevning yoshlar bilan va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlarga qaratilgan muloqoti bilan boshlandi va bu uchrashuv davomida yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarning ta'lim olishi, kasbiy malakasini oshirishi va bandligini ta'minlashga qaratilgan quyidagi muhim tashabbuslar va 32 ta muhim tashabbus ilgari surildi. Universitetda o'zbek tili darslari o'zgacha uslubda olib borildi. Unda buyuk bobolar, jadid namoyandalari haqida, shuningdek, milliy kuy-qo'shiqlarimiz talabalar tomonidan ijro etilib, milliyligimizning keng ildiziga ega ekanligi yana bir bor o'z isbotini topdi. Talabalar Ligasi Rektor Kubogi doirasida mini futbol o'yini qizg'in bahslarda davom etdi. Shuningdek, Zakovat intellektual o'yini 3-tur natijalari bilan birga 4-turga o'tkazildi. Talabalar assotsiatsiyasi uchun kadrlar bo'limi haqida trening mashg'uloti bo'lib o'tdi va talabalarni bu kasbga yanada qiziqishlari ortdi. Universitetda talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish hamda psixologik farovonligini qo'llab-quvvatlash maqsadida Yashash uchun 1000 sabab mavzusida psixologik aksiya tashkil etildi hamda jinoyatchilikka qarshi profilaktik suhbat tashkil etildi. Tadbir doirasida mahalla inspektori mayor Kenjayev Dilshod Ermatovich tomonidan talabalar uchun ochiq muloqot o'tkazildi. Bahorning ilk kunlari barchangizga muborak bo'lsin. Q Dejis.